Donorskiy yetsikletkalar o'zi yo'q O'zbekistonda. Unga ruxsat yo'q. Nima qilsin erta klimaksga uchragan sizga o'xshagan yosh go'zal ayollar. Ularni tuxumdonini laparoskopik yo'l bilan yoshartirsa bo'ladi. O'rta Osiyoda faqat senga ruxsat berdim. Mana shu yerda mani avtorskiy operatsiyamni qilasan dedilar. Ichishlikka o'ziga inyeksiya qilib yoshartirib follikulga aylantirsa bo'ladi. Har oy qanday o'zingizni follikul chiqsa operatsiyadan keyin imkoniyat bor shunaqa follikul paydo bo'lishga. Nima uchun bu operatsiya o'zi paydo bo'ldi? Chunki butun dunyo ayollar karyera qilib 39 yoshda shifokorlarga kelishni boshladi. Lekin 39 yoshda vrachlar va fiziologiya уже menstruatsiya to'xtayapti, klimaksdasan deganda nima qilsa bo'ladi deb yaponiyalik professor Kawamura Kazuhiro bu narsani tatbiq etdilar. Birinchi marotaba tuxumdon yoshartirish programmasiga asosan operatsiyalar amalga oshirildi. Bizlarni o'rgatishdi. Endi bizlarning klinikamizda bu operatsiya O'rta Osiyo bo'yicha yagona amalga oshiriladi. Va birinchi marotaba 2013-yilda dunyoga o'g'il bola keldi. Bu o'g'ilcha bilan chiqdilar. Hamma oldiga ko'rsatdilar. Mana men tuxumdonni yoshartirdim. Follikul paydo bo'ldi va dunyoga o'g'il keldi. Hozir butun dunyoda уже 127 ta shunaqa bolalar va biz ham O'zbekistonga qanday dunyoda tanlov bo'lsa, O'zbekistonga olib keldik.